Ko'p xotinlik haqida Qur'oni Karimda kelgan. Niso surasida Alloh taolo marhamat qilib 3-oyatida aytadiki, o'zingizga yoqqan ayollardan 2tami, 3tami, 4tami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bittani oling yoki qo'lingizda mulk bo'lganlar bilan kifoyalaning. Mana shu jabr qilmasligingizga yaqinroqdir deyiladi. Mana shu oyatda ko'p xotinlik haqida gap kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan ham bilamizki, u kishi ko'p nikohli bo'lganlar, lekin 4ta emas, undan ham ko'p zavjalari bo'lgan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos hukm bo'lgan. Boshqalarga, ya'ni 4tadan ko'p olish ruxsati berilmagan. Endi ayollarning orasida shu narsa hodisa bo'lganda nima noto'g'ri tushuncha deysa, qossal avalam aytib o'tdik, adolat ma'nosida. Bo'lar bo'lmasga adolat bo'lmayapti deb janjal ko'tarishyapti. Adolat nimada bo'ladi? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta hadislarga qaraydigan bo'lsak, o'z javob topamiz. U kishi ayollarning orasida taqsim qilardilar. Keyin Alloh taologa yolvorib duo qilar ekanlar. Yo Parvardigor, bu o'zim ega bo'lgan narsadagi taqsim. O'zim ega bo'lmagan, sen ega bo'lgan narsada meni malomat qilmagin derkanlar. Bu nima degani? Mana u amaliy ishlarda, maishiy ishlarda, nafaqa borasida, kun ajratish, tun ajratish borasida adolat qilib teng taqsim qilishsa